Sizda ham shunaqa bo'lganmi? Unitaz, rakvina, vannalarda qancha yuvmang, baribir dog' qoladi. Rakvinadan esa yoqimsiz hid ketmaydi. Men ham shunaqa qiynalardim. Keyin esa Grilife toniklarini sinab ko'rdim. Faqat quydim. Atigi 1 daqiqa kutdim. Shunaqa videolarim yo'qolib qolishini xohlamasangiz, menga obuna bo'lib, yurechani qizartirib qo'ying. Natijasini o'zingiz ko'ryapsiz. Oqartiradi, ohakni eritadi, hidni yo'q qiladi. Eng yoqqan tomoni menga aytaymi, sirtni yemirmaydi, qo'lni achittirmaydi, hidi esa juda yoqimli. Foydalanish juda tez va oson. Ko'ryapsizmi, rakvinamiz oppoqqina bo'ldi qoldi. Eng muhimi, kundalik foydalanish uchun juda mos tanlov. Agar siz ham hammomingiz, oshxonangiz doimo toza bo'lishini istasangiz, Grilife toniklarini tavsiya qilaman. 1 daqiqa, rakvina oppoq, Grilife toniki buyurtma uchun direktga yozing.